Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda Market Post dasturimizni tovarlar kirimi hamda mahsulotlar qismini o'rganib chiqamiz. Eng birinchi o'rinda mahsulotlar qismiga kiradigan bo'lsak, bu joyda o'zimizning omborimiz uchun mahsulot yaratishimiz mumkin bo'ladi. Keling, mahsulot 1 deb birinchi mahsulotimizni yaratib ko'ramiz. Va bu joyda barkod qismi bor. Agar sizning mahsulotingizda shtrix kodi bo'lsa, skaner apparat orqali bunga yozsangiz yo qo'lda yozishingiz mumkin, xohlasangiz kamerasidan foydalanishingiz mumkin. Xullas, bu joy o'sha sizning shtrix kodlaringiz uchun. Hop, pastki qismda mahsulotning upakovka turi. Agar sizning mahsulotlaringizda upakovka turi va boshqa narsalar ham muhim ahamiyatga ega bo'lsa, ya'ni tovarlaringiz orasida ushbu joydan upakovka turini ajratib qo'yishingiz mumkin. Bizda shunchaki shtuk holatda qolaveradi. Keyingi qism mahsulot valyutasi. Ko'p do'konlar ham so'm ham dollarda tranzaksiyalarni amalga oshirgani sababli bu joyda bizda ikki xil valyuta turi bor. Birinchisi dollar, ikkinchisi so'm. Demak, agar sizda bitta valyuta bo'ladigan bo'lsa, bu joyga tegmay qo'yaverasiz. Bu joydan mahsulotni, bu joydan barkodni tersangiz, shu bilan kifoya. Barkod ham aslida shart emas. Mahsulot nomini yozib turib yaratish tugmasini bosadigan bo'lsangiz, barkodni o'zi avtomatik yaratib oladi dastur. Demak, mahsulotimizni yaratib oldik. Va u mahsulotning tovarlar kirimi qismida qanday ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Bu joydan tovarlar kirimiga o'tamiz va yangi kirim tugmasini bosadigan bo'lsak, bu joyda bizda ta'minotchini tanlash va kirim turini tanlash degan ikkita tugmacha turibdi. Demak, ta'minotchini tanlashni ustiga bosadigan bo'lsak, bizda mavjud ta'minotchilar chiqib kelishi kerak bu joyda. Do'konimizni yangi yaratganimiz sababli ta'minotchi chiqmayapti. Keling, bu joydan birinchi ta'minotchimizni yaratib olamiz. Masalan, xo'p, ta'minotchi nomini misol tariqasida Pepsi firmasi deb nomlab qo'yamiz. Demak, bu joydan biz Pepsi mahsulotlarini xarid qilamiz. Misol tariqasida. Xo'p, demak, firmani tanlaymiz va bu joydan kirim turini. Pepsi firmasi tovarlarni bizga so'mda beradimi yoki dollarda? Agar so'mda beradigan bo'lsa, bu joyga so'mni qo'yishimiz kifoya bo'ladi va bu joydan mahsulotlarni kiritishimiz uchun qatorlar qo'shishni boshlaymiz. Hop, ikkita qator qo'shib oldik. Bu joydan ko'radigan bo'lsak, oldingi qismda yaratilgan bizning mahsulotimiz bu joyda chiqib turibdi. Keling, bu joydan ham mahsulot yaratish imkoniyati bor ekan, shuni ham ko'rib chiqamiz. Demak, xuddi o'sha oyna va Pepsi mahsulotini bu joydan kiritib qo'yamiz. Barkodni o'zi avtomatik yaratib oladi. Agar bizda barkod ham muhim bo'lsa, shu joyga yaratib ketishimiz mumkin. Demak, Pepsi'ning 3 xil opsiyasini kiritib olyapman. Demak, kiritib oldim. Bu joyda bizda qancha miqdordan kelayotganini yozib ketishimiz kerak. Masalan, bir blokda 12 donadan bo'ladi degan hisobimizda ham 2 blokdan bizga har bitta mahsulotdan tashlab ketdi. Masalan, Pepsi firmasi. Demak, 24 ta bu joyda, 24 ta bu joyda, 24 ta bu joyda. Hop, kirim narxlariga keladigan bo'lsak, Pepsi firmasi bizga bu mahsulotlarni qanchadan beryapti? Hop, aniq narxlar bilan tanish emasman, taxminan yozib ketamiz. Masalan, 5500 so'm bo'lsa, 6500 so'm bo'lsa, 9500 so'm bo'lsa. Hop, sotuv narximiz bu joyda. Masalan, 5500 so'mdan olgan tovarimizni 6000 so'mdan sotishimiz mumkin. Bu joyda 6500 keladigan 1 litrli mahsulotimizni 7000 so'mdan, 9500 so'mligini 10000 so'mdan qilib qo'ydik. Va bu joyda saqlash tugmasini bosishimiz orqali mahsulot omborimizga saqlanadi.
Hop, mana bu pastki jami qismda jami qancha summali tovar keldi, bizni sotuv narximiz qancha bo'lyapti, shunda shularni ko'rib chiqishimiz mumkin. Keyin saqlashni bosamiz. Xo'sh, dollar kursi belgilanmagan degan muammo chiqarmoqda bu joyda bizda. Mana bu mahsulotlarimizni kursga yaratib qo'yganimiz uchun bu joydan dollar kursini yaratib olishimiz kerak. Keling, bu joydan sozlamalarga o'tamiz va kurs sozlamalar turibdi eng tepa qismda. Va bugungi aynan hozirgi kunday kursni yozib ketamiz bu joyga. Kursimiz yangilandi. Sahifaga o'tamiz, yangi kirimga qaytamiz. O'sha kirimlarimiz o'sha bo'yicha saqlangan holatda turibdi bu joyda. Endi saqlash tugmasini bosamiz. Okey. Mahsulotlarimiz omborga saqlandi. Endi bizda boshqa dasturimizning boshqa qismlarida ham ko'rinishi uchun ushbu yangi kiritgan mahsulotimiz ustiga bosishimiz va bu joydan tasdiqlash tugmasini bosib qo'yishimiz kerak. Tasdiqlash tugmasini bosmagan holatimizda mahsulotlarimiz shunchaki bizni dasturimizda saqlanib turadi. Agar tasdiqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, ular omborga avtomatik qo'shiladi. Va bu joydan biz ushbu kirimni PDF holatini yuklab olishimiz, yangilashimiz, kirimni o'chirib yuborishimiz ham mumkin. Demak, PDF holati qanday bo'ladi? Mana yuklab sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Hop, qaysi mahsulot qancha summadan kelganini batafsil ma'lumotlari ushbu joyda chiqib turadi. Qaysi firmadan keldi, kirim turi, holati, summasi. Hop, ayni qaysi holatdagi chekligi bu joyda ham chiqib turadi hammasi. Kirim qismi hamda mahsulotlar qismini ko'rib chiqdik bugungi videoda. Agar bu savollaringiz bo'lsa, qoldirib ketishingiz mumkin. Bu joyda mahsulotlar qismiga o'tadigan bo'lsak ham ko'rib turibsiz, o'sha mahsulotlarimiz yaratilgan holatda turibdi. Keling buni bitta refresh qiladigan bo'lsak, bu joyga kirim, ulgurji chakana narxlari ham yozib qo'yilgan bo'lishi kerak mana. Xo'p, bu joyda nimaga bizda 5500 so'm chiqmayapti desangiz, biz mahsulot turini dollarga o'girib qo'yganimiz sababli shu joyda kursda o'girib chiqarib beryapti bizga. Agar mana bu mahsulot turini so'mga olib turib kiritadigan bo'lsak, tovarlarimiz so'mda chiqarib beradi. Keling, uni ham amalda ko'ramiz. O'sha firmadan so'mda. Keyin bu safar yangi firma ochib, so'mda kiritamiz tovarlarimizni. Masalan, Fanta. Xuddi o'sha mahsulotlarimizni Fanta ko'rinishida kiritib olamiz va e'tibor qaratamiz. Bu safar mahsulot valyutasini so'mga o'girib qo'yamiz. Miqdorini xuddi o'sha miqdorda kiritib ketaveramiz. 24 dan 24 dan. Kirim narxiga keladigan bo'lsak, xuddi o'sha kirim narxda, faqat bu safargi tovarlarimiz mahsulot turi so'mda bo'layotgani uchun bu joyda aniq chiqarib beradi. Hozir ko'rsatib beraman. Demak, kirim muvaffaqiyatli saqlandi. Tasdiqlash tugmasini bosib qo'yamiz bu joydan. Omborda ko'rinishi uchun.
Mahsulotlar qismiga o'tadigan bo'lsak, bitta qaytadan yuklab olamiz sahifani. Va mana 5500 so'm, 6500 so'm, 9500 so'm. Xuddi shu ko'rinishda chiqib turibdi. Bu yaxshi. Bugungi videoda biz mahsulotlar va tovarlar kran qismini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.